Samarqand bu nafaqat o'zbek xalqi, balki butun insoniyat tamaddunining boy merosi hisoblanadigan shahardir. U asrlar davomida ulkan madaniyat, ilm-fan va davlatchilik markazi sifatida mashhur bo'lgan. Qadimiy Samarqand aholisining hayotida suv katta ahamiyatga ega bo'lib, uning manbalari va oqimi doimo diqqat markazida bo'lgan. Amir Temur davrida obodonlashtirish ishlari doirasida suv yo'llari va ariqlari barpo etilgani tarixiy manbalarda qayd etilgan. Bu esa shahar aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Samarqand yaqinidagi Zarafshon suv ayrg'ich ko'prigi ajdodlarimizning suvni boshqarish sohasidagi yuksak muhandislik salohiyatini namoyon etuvchi betakror yodgorlikdir. 16-asr boshlarida qurilgan ushbu inshoot nafaqat ko'prik, balki daryo oqimini ikkiga, Oqdaryo va Qora daryoga bo'luvchi suv ayrg'ich sifatida ham xizmat qilgan. Qurilish jarayonida o'sha davr uchun ilg'or hisoblangan yechimlar qo'llanib, daryoning suvini tartibga solish va barcha hududlarga teng taqsimlash maqsadida amalga oshirilgan. Biz mazkur inshootning hozirgi ko'rinishi va bir necha fotosuratlardan foydalanib, sun'iy intellekt yordamida uning asl ko'rinishini tiklashga harakat qildik. Garchi bu tasvirlarning asl ko'rinishdan farqi bo'lishi mumkin, ammo uning umumiy vazifasini tasavvur qilishga yordam beradi. Samarqand shahridan chiqib ketishda Cho'ponota tepaligidan o'tganda o'sha yerda Muhammad Shayboniyxon 1502-yilda 7 arkadan iborat 2 qavatli suv ayrg'ich inshootini qurib bitqizadi va bu suv ayrg'ichi bugungi kunda ham qoldiqlari saqlanib qolgan. Ya'ni o'sha 7 ta arkdan bor yo'g'i bittagina ark bugungi kungacha saqlanib turibdi. Taq qismi esa 3 ta arkning taq qismi bugungi kungacha saqlanib qolgan. Buni bugungi kunda o'sha arxeologlar tomonidan o'rganilib, tadqiqotlar o'tkazildi. Bu suv inshooti o'sha davr uchun 1502-3-yillarda qurilib, bitqizilib, bu suv ayrg'ichi orqali o'sha hozirgi Samarqand shahri va hozirgi Jomboy tumanlarini bog'lovchi asosiy ko'prik vazifasini ham bajarib berdi. Bugungi kunda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Samarqand shahrida zamonaviy suv inshooti tarmoqlari yangilanmoqda va yangi inshootlar barpo etilmoqda. Bu islohotlar viloyat aholisining hayot sifatini yaxshilashga qaratilgani bilan ham ahamiyatlidir. O'tgan yili mahallasiga ichimlik suvi quvurlari tortilgan va ilk marotaba toza ichimlik suvidan bahramand bo'lgan Munira aya Ibrohimova aholi uzoq yillar davomida quduq suvidan iste'mol qilib kelganini aytadi. Marhum turmush o'rtog'i uzoq yillar aholiga quduq qazib bergan ekanlar, ammo quduq suvi toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojni qondirmas edi, deydi onaxon. Bizlar ko'p azob chekkan boshiga. Meni xo'jayinim darg'amdan suv chiqarib, shu ahvoliga suv berar edi. Bizlar mana bu yerda zelin ekak edi. Bu zelinni aldirib bozorga borib sotib, ana shu ro'zg'orni tashvishiga qilar edik. Shu yerda hamma Hasanobod deb shu yerni nima qiladi? Mana hozir toza suv kelganda odamlar deyki, Xudoga shukr, mana suv keldi. Bizlarga yaxshi, ancha ayollarga yaxshi bo'ldi. Suv tozagina ichadi, mana qozonga nima bayqin qiladi, choy ichadi. Yurtboshimizga katta rahmat. Mana bizlarga shuncha o'ylab, shuni tashkil qilganda rahmat deyamiz. To bungacha bizlar ko'p azob chekkan. Endi mana Xudoga shukr, yaxshi yashayapmiz. Quduqdan ichardik. Hozir 1 yil bo'ldi. Mana bu bashna qilib, vodoprovod suv keldi. Hozir ancha yaxshi. Keyingi yil mana bu quduqdan suv ichar edik. Bu hattoki aytmas darajada ichib bo'lmaydi-da bu suvni. Hatto kiyimlarga ham nima qilishga yaramasdi-da. Hozir mana vodoprovodimizga suv kelyapti. Xudoga shukr, ancha yaxshi. Ayol kishi uchun baribir suv birinchi o'ringa turadi. Tozalikka. Mana bu suv kelib, mana ovqatlarimiz ham shirin bo'ldi. Farzandlarimiz ham mazza qilib ishyapti. Davlatimiz rahbariga kattakon rahmat. Mana shu suvlarni bizlarga ta'min qilib bergani uchun kattakon rahmat deyapmiz.
Yaqindagina xonadoniga toza ichimlik suvi yetib kelgan Munira aya endi har bir mehmonni bir piyola choy bilan kutib oladi. Chunki suv bor joyda hayot bor, baraka bor. Uning mahallasi viloyatda birinchi bo'lib, markazlashgan toza ichimlik suvi tarmog'iga ulangan manzillardan biri bo'ldi. Ilgarilari bir chelak suv uchun uzoq masofalar bosib o'tilar edi. Endi esa hayot anchayin yengillashdi. Munira ayaning yuzidagi shukronalik har biri og'zi ochilgan choynakdan, ko'nglidagi shodlik esa har bir qadamida seziladi. Toza suv nafaqat qishloq aholisining turmushini, balki ularning kayfiyati va umidlarini ham o'zgartirdi. Yashab kelayotganimga mana 25 yildan oshib ketyapti. Ko'chib kelganmiz Xo'jaro'rivali mahallasidan. Bu yerga kelganimizda suv yo'q edi. Quduq qazdik. Quduqdan keyin kachalka urdi. Kachalkadan keyin mana 1 yildan beri yurtboshim tashabbusi bilan mahallalarda shunaqa toza suv, yashil makon nimalarga yarasha suv keldi. Bashnamiz yaqin shu yerda hozir bashna urilgan. Darg'am kanalimiz bor. Oldin suv yo'q edi. Ana shu kanalni loyiqa suvini olib tindirib ichardik. Oldinlar mana shu quduqlar qazganimizda yildan yilga suv pasayib ketyapti. Shu suvlar pasayib ketgani asosida shunga qiynalardik. Shunaqa bo'lardi, o'sha kelgan paytda o'sha suvni ola olmaysiz. Hozir mana Xudoga shukr, jimrakni buramiz, suv bor. Hayotga o'zi suvsiz yashab bo'lmaydi. Xuddi odamlar organizmi masalan 70% suvdan iborat bo'lganday, shunga o'xshab hayot ham suvsiz bo'lmaydi. Hamma narsaga suv kerak. Daraxtga ham, o'tlarga ham shu suv kerak. Respublikamiz bo'yicha so'nggi 8 yilda ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari sohasiga 27,5 trillion so'm mablag' yo'naltirildi. Shuningdek, 16,5 trillion so'mi davlat byudjeti hisobidan, 1 milliard AQSh dollari esa xalqaro moliya institutlarining investitsiyalari orqali qoplandi. Mazkur mablag'lar evaziga 3627 ta inshoot hamda 40,6 ming kilometr ichimlik va oqova suv tarmoqlari barpo etildi. E'tiborli jihati shundaki, bu orqali 7,7 million aholi ilk marta ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Shuningdek, 11,5 million aholining suv ta'minoti yaxshilandi. Shu bilan birga 1,1 million aholi oqova tizimiga ulandi. Natijada ichimlik suvi qamrovi 63% dan 80,9% gacha, oqova suv xizmatlari esa 17,2% dan 20,9% gacha oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu tegishli qarorlariga asosan Samarqand viloyatining ichimlik suv ta'minoti va oqova xizmatini yaxshilash bo'yicha ham shu oxirgi 7 yilda ulkan ishlar amalga oshirildi. Ushbu ishlar natijasida Samarqand viloyati ichimlik suv ta'minoti 2018-yil 1-yanvar holatiga 56% ta'minlangan bo'lsa, bugungi kunda ya'ni 25-yil holatiga esa 78% ta'minlangan. Oqova xizmati 15% dan 22% ga ta'minlangan. Markazlashgan ichimlik suv ta'minoti 53% dan 78% ga ko'tarildi. 17 ming nafardan ortiq aholining oqova xizmati yaxshilandi. 40 ming nafar aholi ilk bor oqova tizimidan ta'minlandi. Oqova tizimi 15% dan 22% ga yetkazildi. Bundan tashqari 25-yilga ichimlik suv ta'minoti va oqova tizimini yaxshilash bo'yicha investitsiya dasturi doirasida 8 ta obyektda 238 milliard so'm mablag' ajratilib, qurilish montaj ishlari bugungi kunda amalga oshirmoqda. 220 kilometr suv tarmoqlari, 47 kilometr oqova tarmoqlari, 6 ta suv va oqova inshootlari bugungi kunda qurilish montaj ishlari olib bormoqda. 2025-yil yakuniga qadar Samarqand viloyatida markazlashgan ichimlik suv ta'minoti 80% ga yetkazish rejalashtirilgan. Ana bugungi bu inshootimiz Cho'ponota markaziy suv inshooti hisoblanadi. Bu Samarqand shahrining asosiy 70% ichimlik suv bilan ta'minlanadigan asosiy suv inshooti. Bu suv inshooti shu Abu Dabi jamg'armasi hisobidan to'liq qaytadan rekonstruksiya qilinib, shu suv inshootlari, qo'shimcha skvajinalar, suv quduqlari, rezervuarlar, to'liq yangi nasos stansiyasi qurilish montaj ishlari bugungi kunda amalga oshirmoqda. Ushbu loyiha natijasida shu Samarqand shahrining ichimlik suv ta'minoti yanada uzluksizlanadi. Elektr energiya iqtisodi 30% ga iqtisod qilinib, suv ta'minotini yaxshilashga yana qo'shimcha mablag' yo'naltirishga imkon yaratiladi.
Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida katta mablag'lar ajratilayotgani bugungi kunda hayot sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu orqali yillar davomida hal etilmay kelingan infratuzilmaviy muammolar bosqichma-bosqich bartaraf etilyapti. Qishloq va olis hududlardagi aholi ham ilk bora toza ichimlik suvidan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Bu islohotlar nafaqat texnik, balki ijtimoiy jihatdan ham katta o'zgarishlarni ta'minlayapti. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan O'zbekistonda investitsiya salohiyatini rivojlantirish bo'yicha olib borayotgan sa'y-harakat tufayli ko'plab xalqaro institutlar va xalqaro tashkilotlarga kredit mablag'larini jalb qilishi keskin ko'paydi. Jumladan bugungi kunda Jahon bankini Samarqand viloyati bo'yicha 66 million, Sirdaryo viloyati bo'yicha 76 million, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha 78 million kredit mablag'lari ajratilgani ham bu mana shu sa'y-harakatlar natijasi deb o'ylayman. Hozirgi kunda ushbu loyihalar doirasida jadal ishlar olib borilmoqda. Bundan 7-8 yil oldin investitsiya muhit bizni mamlakatimizda uncha yaxshi emasligi hammaga ma'lum. Keyingi paytlarda nafaqat xalqaro moliya institutlari, xalqaro tashkilotlari, hatto katta kompaniyalar ham o'zini investitsiyalarini kiritish bo'yicha O'zbekistonga kirib kelmoqda. Buning natijasida O'zbekistonda ish o'rinlari keskin o'sayotgani hammaga ma'lum. Bugungi kunda suv ta'minot tizimida 10 dan oshiq davlatlarda 20 ga yaqin xalqaro moliya institutlari biz bilan hamkorlikda ish olib boryapti. Buning natijasida o'ylaymanki, investitsion salohiyat yanada yaxshilanyapti. Toza ichimlik suv bilan ta'minlashda xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan ajratilayotgan investitsiyalar orqali yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilyapti. Bu hamkorlik natijasida nafaqat moliyaviy resurs, balki xalqaro tajriba va innovatsion yechimlar ham joriy etilmoqda. So last week we had representatives from all the Sutaminoti. Biz xalqaro moliya institutlari, terminal xodimlari va boshqa manfaatdor tomonlarni suv sohasida olib borilayotgan ishlar bo'yicha hamkorlik qilish uchun birlashtirdik. Bizga o'z suv ta'minotining barcha bo'limlari, o'z suv ta'minot rahbariyati, Samarqand viloyat hokimligi hamda o'z suv ta'minotini qo'llab-quvvatlovchi asosiy rivojlantirish, moliyalashtirish institutlari vakillari qo'shildi. Bu muhim yig'ilish edi, chunki biz birinchi marta sektorning holatini muhokama qilib, investitsiya strategiyasini ko'rib chiqib, butun sektor bo'lib investitsiyalarni yanada samarali amalga oshirish uchun asosiy yo'l xaritasi bo'yicha kelishib oldik. Suv ta'minotning faoliyatidan ko'p narsa o'rgandik. Ular suv ta'minoti xizmatlaridan foydalanishni yaxshilashda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. Hozirda Kattaqo'rg'onda investitsiya loyihalarimiz davom etmoqda. Yaqinda yirik ishlar uchun pudratchilarga shartnomalar berdik. Boshqa bir qancha shartnomalar esa xarid jarayonida. Tez orada suv ta'minoti va oqova suv xizmatlari yaxshilangan yangi Kattaqo'rg'onni ko'rishni umid qilmoqdamiz. Kelajakka nazar tashlasak, investitsiyalarga bo'lgan ehtiyoj juda katta. Ma'lumki, prezident o'tgan yili qariyb 7 milliard dollarlik milliy investitsiya dasturini e'lon qilgan edi. Ushbu maqsadga erishish uchun biz rivojlanish bo'yicha hamkorlar sifatida birlashishimiz va o'z suv ta'minot bilan yaqindan hamkorlik qilib, bu investitsiya bo'shlig'ini to'ldirish uchun zarur mablag'larni jalb qilishimiz lozim. Tadbir davomida Jahon bankining Markaziy Osiyo bo'yicha mintaqaviy direktori Tatyana Praskuryakova Jahon banki o'z suv ta'minotini qo'llab-quvvatlash maqsadida boshqa xalqaro moliya institutlari va xususiy sektorlar bilan hamkorlikda 1.7 milliard dollargacha mablag' safarbar etish jarayonini boshlanganini e'lon qildi. Toza ichimlik suvidan bahramand bo'layotgan samarqandliklar bugun o'z minnatdorchiliklarini yurakdan ifoda etmoqda. Ichimlik suvi nafaqat hayot sharoitini yengillashtirdi, balki insonlar qalbidagi ishonch va shukronalik tuyg'usini ham uyg'otdi. Mahallalarda suv oqib kirgan har bir xonadonda quvonch va to'kinlik hissi hukmron. Samarqandliklar bu o'zgarishlarni xalq farovonligiga qaratilgan islohotlar natijasi deb biladi. Bugungi kunda davlatimiz, respublikamiz hamma soha bo'yicha jadal rivojlanyapti. Biz keksalar buni ko'rib, albatta juda mamnunmiz, juda xursandmiz. Bo'lar ekan-ku degan fikr paydo bo'ldi bizlarda. Sababi mana xalqimizga nimaga kerak bo'lsa, nima sharoit yaratish kerak bo'lsa, nima joy obod bo'lish kerak bo'lsa, shu narsalar bo'lyapti ham, bo'lishlikka harakat qilyapti. Ilgari odamlarimiz to'g'ri joylarda o'zlariga alohida havuzlar qilib olgan edi. Suv yo'qligidan, toza suv yo'qligidan. Undan tashqari quduqlar qozgan edi.
endi u quduqlardan xohlasa xohlamasa ayrim vaqtlarda ekologik tozami yo'qmi ichishga majbur bo'lardi. Chunki maxsus suv nimalari kelmagan edi, ichimlik suvlari. Ayniqsa qishloq joylarda men aytmoqchiman, sotib olishga ham yo'q edi-da. Lekin shuni majbur edi keyin ariqdan oqib kelayotgan suvni havuzga bir to'plab tinitib ichishga majbur bo'lardi. Bugungi kunda lekin ko'pchilik joylar o'zgarib ketdi. Sababi qishloq joylarga ham ayrim joylarda mana suv bo'lmagan joylarda mana Kattaqo'rg'ondan chiqayotgan suv, yerostidan chiqayotgan suv Buxorogacha boryapti. Shu tomondagi hamma tumanlarda ichimlik suv bilan ta'minlayapti. Qishloqlarga kirarlar borib bordi, uylargacha ham kirib bordi. Shunda biz nuroniylar ayrim yoshlarga aytamizda, suvni isrof qilmanglar. Bu ichimlik suv hamma davlatda bor emas. Bir manbada o'qib qoldim. Dunyoning 40% aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan ekan. Bu juda dahshat bu. Allohga shukr, bizda mana shu ichimlik suvi hamma joyda serob. Daryodan oqayotgan suv ham ichimlik suvi. Agar buni tozalab, yaxshilab bir nima qilib, filtrlab ishlaydigan bo'lsa, yoki bo'lmasa maxsus mana hozir suv havzalaridan mana uylargacha olib kelinyapti. Hammasi toza suvlar. Mamlakatimizda bugungi kunda juda katta bunyodkorlik ishlari, juda ulug' ishlar amalga oshirilyaptiki, har bir qilinayotgan ishlar prezidentimiz tomonidan har bir insonni qadri aziz, uni umrini uzoq qilish, sihatini, salomatligini tiklash, ularni hayotini yanada go'zal bo'lishlikka qaratilgan ishlarni juda katta amalga oshiryaptilarki, bundan barcha mamlakatimizdagi barcha nuroniylar, ayniqsa ular minnatdor bo'lib duolar qilishyapti. Bugungi kunda butun dunyoda suv masalasi muammo masala. Buni har qanaqangi tabiiy sabablari bor albatta. Shunaqangi mamlakatlar borki, umuman ichimlik suvi yo'q, toza suv yo'q. Bir qultum suvga zor mamlakatlar bor. Allohga shukrlar bo'lsinki, bizning mamlakatimizda hali suv masalasi muammo bo'lsa aytsa topiladi. Lekin bugungi kundagi bor imkoniyatlarni, bor zaxiralarni ehtiyotkoronalik bilan sarfini joyiga qo'yib ishlatilsa, albatta hayotimizda, turmushimizda zarur bo'ladigan eng asosiy narsa ichimlik suvi, bu ob-hayot masalasi yechimini topadi. Toza ichimlik suv bilan ta'minlashda olib borilayotgan islohotlar aholining hayot sifatiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Prezident tashabbusi bilan boshlangan ushbu jarayon orqali suv ta'minoti sohasidagi muammolar tizimli ravishda hal etilyapti. Davlat byudjeti va xalqaro moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar xalqimiz uchun qulay turmush sharoitini yaratishga xizmat qilayotgani bilan ham ahamiyatlidir.